Hammaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men Boziz. Bugungi videoda o'tgan safar qilgan rasmimizni, ya'ni orqa fon yo'q qilgan rasmimizni orqa fon qo'yish. Masalan, biz yana edit konturga kiramiz. Edit kontur dedim. Masalan, mana shu bayroq qo'ymoqchimiz. Photoshopga kiramiz. Yana yoniga qo'yamiz. Ustiga qo'ysa bo'lmaydi. Yoniga qo'yamiz-da. Keyin bitta ne qilamiz? Ko'p kishida turgan bo'lishi mumkin. O'zi ana keyin backgroundni qulfchani olamiz. Bemalol qumlata olamiz. Keyin bitta o'sha rasmni ustiga olib kelamiz. Shoq qo'yamiz va shikatliga. Ana qo'yamiz. Orqa fon tayyor. Mana. Obunachilar, bugungi video shunday iborat edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang.